Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasiga ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Republic World.com'ning bugungi xabariga qaraganda, musulmonlar nufuzini asos qilgan dunyodagi musulmonlar duch kelgan masalalarni hal qilishni maqsad qiladigan 57 davlatning vakillaridan tarkib topgan Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar ministrlari kengashining 2 kunlik yig'ini Pakistan rahbari Imron Xonning Falastin va Kashmir masalasini kun tartibga elib kelish chaqiriq bilan Islomobodda ochildi. Yig'inda Isroilning Falastinni ishg'ol qilganligi ayblandi. Kashmir masalasi kun tartibga qo'yildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi tilga ilinmadi. Imron Xon Islom hamkorlik tashkilotining Falastin va Kashmirdagi musulmonlarning qiyinchiligini hal qila olmaganligiga echindiganligini bildirib, ikki yuzlamachiligini yana bir qatim namoyon qildi. Bu yig'inga Xitoy tashqi ishlar ministri Moimo qatnashgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Islom hamkorlik tashkiloti Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata sukut qilib kelmoqda. A'zo davlatlar Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni kun sayin kuchaytirmoqda dedi. AP xabarlarining bugungi xabariga qaraganda, Amerika Xitoy amaldorlariga qarata sayohat qilishni cheklashdak jazolarni kengaytmoqda. Bayden hukumati dushanba kuni etnik va diniy guruhlarni bostirish bilan ayblangan Xitoy amaldorlariga qarata Amerikani sayohat qilishni cheklash jazosini kengaytdi. Tashqi ishlar ministrligi Xitoyda va chet elda fikr qilish, dinga e'tiqod qilish erkinligini bostirishga aralashganligi tufaylidan jazolash nishon qilinganlarning Amerikaga sayohat qilishini cheklaganligini aytdi. Ministerlik kengaytirilgan cheklavining qaysi amaldorlarni nishonlaganligini va qanchasining buning ta'siriga uchraydiganligini aytmadi. Amerika bosh kotibi Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu jazolashning diniy va ma'naviy e'tiqodchilarni, Xitoy asonliq deb atagan millatlarning a'zolarini, o'qituvchilarni, kishilik huquqni qo'g'duvchilarni, jurnalistlarni, tashkillovchilarni, ommaviy tashkilotlar va Xitoy va uning sirtidagi tinish namoyishlarga qarata bostirishni maqsad qilgan siyosat yoki harakatlarga mas'ul yoki sherik deb qaralgan Xitoy amaldorlariga qarata yurgizganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu harakat Trump davrida boshlangan Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Hong Kongdagi demokratiyani qo'llovchilarni, Tayvan mustaqilchilarini bostirganlarga qarata viza cheklashni o'z ichiga olganligini uqtirib, Amerika Qo'shma Shtatlari chet eldagi bexatarlikni talab qilganlarni o'z ichiga olgan diniy va oz sonli guruhlarning a'zolarini va bu ojiz omma uchun ovozini chiqargan Amerika vatandoshlarini parishon qilish, singdirish, kuzatish, qaçırış qatarlıq qılmışlar bilan şug'ullanish tirishchanligini rad qildi. Biz dunyodagi demokratiyani qo'llashga va'da beramiz. Hamda barliq diplomatik va iqtisodiy tadbirlarni ishlatib, javobgarlikni surishtirishni ilgari suramiz dedi. Oldingi hafta adliya tarmoqlari Xitoy hukumatiga vakolatan harakat qilgan deb ayblangan 5 erning Amerikadagi Xitoy o'qituvchilarini qo'g'lab tutish va parakandachilik silish jinoyati bilan ayblaganligini e'lon qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobida buningga inkos qaytarib, biz Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, davlat halqining ziyonkashligiga qarata sayohat qilishni cheklash jazosini qo'llanganligini qizg'in qarshi olamiz. Shundaqla Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan Sharq Turkiston da'vosini qo'llashga chaqiriq qilamiz dedi. Sky xabarlari bugun aviatsiya mutaxassisi Byron Bailey'ning Xitoy Sharqiy aviatsiya shirkatining navbatchi aeroplanini taqqa so'qilganda aeroplandagi yo'lovchilarning qiyoqas cho'qon qilganligini aytganligini xabar qildi. Dushanba kuni shu joyning yerlik vaqti tushdan keyin Guangxi viloyatidagi bir o'rmonga tushgan aeroplandagi 132 nafar yo'lovchining hammasining hayotidan ayrilganligi faraz qilinmoqda. Aeroplan Boeing 737-800 tipliq bo'lib, issiqlik va shamol sur'ati muvofiq ahvolda nihoyat yaxshi uchadi ekan. Byron Bailey aeroplanning o'zini kontrol qilolmaslikka sababchi bo'ladigan biror sababning yo'qligini, voqeaning kelib chiqishiga insonning sababchi bo'lishi mumkinligini, ofatni to'g'ri baholash uchun uchish sonliq ma'lumot xotirlagichining lozimligini aytib, ularning Uyg'urlar bilan cho'ng masalasi bor. Shunga bu balkim terrorlik hujumi bo'lishi mumkin. Quyruq tushmagan bo'lsa, buningga ishonmayman. Bu hodisani inson keltirib chiqargan. Aeroplan bilimchisidan biri o'zini o'ldirishga, yana biri uni bunday qilishdan to'sishga urinayotgan bo'lishi mumkin degan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan inkos qaytarib, Sky xabarlarining qazodanmi battar Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan Uyg'urlarning Xitoy Sharqiy aviatsiya shirkatining navbatchi aeroplanining fojialik hodisasiga chetishliq ekanligini o'ttirg'a qo'ymoqchi bo'layotgani haqiqatan nomussizlik. Biz Sky xabarlarining kechirim so'rashini, o'z manfaatlari uchun Uyg'urlarni gunohkor qilib ko'rsatishdan to'xtab qolishni talab qilamiz dedi.
Gercenim tendin judalashqanda hem ruhim uçup, oyg'itib avladini sap vicdan bilan canlanduruş, farz vacib qarzdur canım tinim ruhim uchun, qahramanni keskin kurash maydoniga atlanduruş. Canni qo'lga, boshni qo'ltiqqa qisib, ko'krak kerib, zulmi isitib, dodga qarshi arslan yangli urush. Qahraman shul erurkin millatin ozod qilib, vatanini mustaqil o'z ilki bilan boshqarish. Oliy himmatlik bilan g'ayrat jasorat ko'rsatib, har qiyin mushkulga bo'ysunmay uni bo'ysundirish, har jafo turli baloni vaqtliqdir deb bilib, sabr toqatla yomonni yaxshiga aylandirish. Mana shu maydonda men millat vatan deb urib, pok vicdonim o'tidur yo'q bu o'tni sundirish. Ey azizi pok vicdoning nishoning kelgusi, din millatning vatanning sharafini gullendirish. Merhum şehitimiz Abdülaziz Mahsumning şiirlaridan elindi. Hürmetli görürmenler, xabarlarımızdan kögün Allah için köp rahmet. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.